Bu karamli do'lmani yegan odam albatta yana keyingi safar qilishingizni so'raydi. Chopperimizga lahm go'sht, chesnok solib blender qilib olamiz. Suvga bitta butun karamni solib, qaynatib pishirib olamiz. Nachinkasiga kelsak, qiyma, piyoz, ko'kat, guruch va zira, tuz solib aralashtirib olamiz. Qozonimizga yog' solib birinchi bo'lib piyoz, chesnok solib yaxshilab qovurib olamiz. Kartoshka, savizi, ko'katli, tuz solib yaxshilab qovurib olamiz. Ustidan tomat solib, uni ham yaxshilab qizartirib qovurib olamiz. Ovqatni uje hidi chiqayotgan payti ustidan suv quyib olamiz. Tegini pastroq qilib qaynatib qo'yamiz va boyaga pishirib olgan karamlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib kesib, ichiga nachinkalarimizdan bir qoshiqdan solib chiqamiz. Karamlarimizni yaxshilab zich qilib o'rab olamiz. Mana pishirib saflanib turgan karamlarimizni olib, sho'rvamizni ichiga birin-ketin solib, xohishga ko'ra ko'katlar sepib, 40 minutga qaynab chiqqandan keyin dimlab qo'yamiz. Butun xonaga hidi tarqalgan ovqatimizni likopchaga solib dasturxonga tortamiz.